Aeroport qanday olsa bo'ladi, studentskiy, ya'ni talabalik guvohnomani qanday qilib olsa bo'ladi, patent to'lamasdan qanday qilib ishlasa bo'ladi, mana shu savollaringizga bugun akamiz javob berib o'tishadi. Qanaqa minuslari bor? Minuslari haqida ham bir gapirib o'tsak, chunki endi har bir narsa plyusi ham bo'ladi, minusi ham bo'ladi. Bu minuslar haqida ham bir bizning obunachilarimizga yoritib o'tib ketsangiz, qanaqa nimalari bor? Keyin qanaqa xarajatlar bor? Eng o'zi bizni ko'rib turgan har bir obunachilarimizga mana shu tarafi eng qiziqarli savollardan bittasi deb o'ylayman. Hamma kutyapti savol berishimni. Aka, Leningrad oblastdan keldim. Qanaqa bo'ldi imtihonlar? Imtihonlar amaliy, nazariy hammasi zo'r bo'ldi. Sizga kattakon rahmat. Murod Kadirov kanaliga obuna bo'ling, kuzatishda davom eting. Kelib pravalarni bemalol olib ketavering. Hammasi cho'tki, ishonchli. Assalomu alaykum, Murod Qodirov kanali obunachilari. Sizlar bilan kabina Murod Qodirov. Do'stlar, bugun Asqar akamiz bilan birgalikda Rossiyani ikkinchi poytaxti bo'lgan Sankt-Peterburg shahrida, Qoq markazida ushbu syomkani olyapmiz. Akamiz bilan bugun Rossiyada ham o'qib, ham ishlash borasida savollarimizni beramiz. Chunki sizlarga ham qiziqtiradi. Aeroport qanday olsa bo'ladi, studentskiy, ya'ni talabalik guvohnomani qanday qilib olsa bo'ladi, patent to'lamasdan qanday qilib ishlasa bo'ladi, mana shu savollaringizga bugun akamiz javob berib o'tishadi. Assalomu alaykum, yana bir bor. Xush keldingizmi? Asqar aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Aka, bizni obunachilarimizga mana shu Rossiyada o'qish va ishlash haqida bir ma'lumotlarni berib o'tib ketsangiz. Agarda hozir ko'pchilik shu patent bo'yicha muammo chiqyapti, to'lovlar, patentlar nurinni bo'lib ketishi, turdoy dogovoriyani turdoy udamlina qilmagani uchun shularga yechim. Ham ma'lumotli bo'ladilar, ham kasbli bo'ladilar, ham diplomli bo'ladi. Agarda Rossiyada turib O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston fuqarolari Rossiyada oliygohlarga kirgan holda, ya'ni Rossiya universitet institutlariga kirgan holda bemalol Rossiya hududida ham o'qib, ham ishlasa bo'ladi. Uning uchun patent qilish, chek to'lash shart emas. Bemalol ishlab o'qisa bo'ladi. Qanaqa minuslari bor? Minuslari haqida ham bir gapirib o'tsak, chunki endi har bir narsa plyusi ham bo'ladi, minusi ham bo'ladi. Bu minuslar haqida ham bir bizning obunachilarimizga yoritib o'tib ketsangiz, qanaqa nimalari bor? Agarda birinchi minusi albatta ham o'qish, ham ishlash qiyin bo'ladi. O'zi bo'lmaydi. Kunduzi ishlash kerak. Oilamiz bor, oylamizga pul jo'natib turmasak ham bo'lmaydi. Minus o'shacharoq. Agarda shu o'zimiz bolalarga nima deyman, o'qisinlar. 1-2-3 yil salgina qiynalib o'qisa, kelajak yaxshi bo'ladi. Kunduzi ishlasinlar, kechqurun o'qisinlar. Albatta yaxshi orqali. Masalan, Rossiyada juda ham ko'p universitetlar bor. Davlat universitetlariga kirgan holda ham o'qib, ham ishlasin. Minus shu, faqatgina salgina mehnat qilish kerak, erta turib ishga borish kerak, kechqurun o'qish kerak. O'shanda ham mablag'ni tejiydilar, ham RVPO, vitnajistvo, ham kelajak uchun diplom bo'ladi. Men nimani da'vat qilaman? O'sha O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston fuqarolariga albatta hammasini o'qishni taklif qilaman. Endi bo'ldi. Kelib yerda chalak ko'tarib yoki boshqa ish qilib ishlasinlar. Ham stroykada ishlasin, boshqa qilsin, o'qisin. Faqat o'qish. Endi Asqar aka, bilamizki, hozir endi minuslarni aytib o'tdik. Endi plyuslarni ham aytib o'tib ketsangiz. Endi qarangda, o'qishda o'qishning oxiri yo'q, bu plyus. Kelajak uchun investitsiya tikyapti. Kelajak uchun. Ertaga bu Rossiyada 5 yil ishlaymi, 10 yil ishlaymi, kim biladi, Xudo biladi, to'g'rimi? Agarda qachonlarki Rossiyadan O'zbekistonga yoki o'zi Tojikistonga boran, boshqa davlatga boradimi, kelajakda shu yerda o'qib, bir nufuzli bir mutaxassis, o'z kasbining ustozi bo'lib diplomni olsa qo'liga, o'zimiz yurtimizga tayyor qodir bo'ladi. Borib turib yurtida o'z sevgan kasbda bemalol ishlasa bo'ladi. Shuni taklif qilaman. Yana bitta plyusi bor, patent qilish shart emas, chek to'lash shart emas. Ham o'qib turib, studentskiy bilet olgan holda davlat universitetlarida bemalol o'qib ishlasa bo'ladi. Xo'p. Keyingi savolimiz, qanaqa xarajatlar bor? Endi o'zi bizni ko'rib turgan har bir obunachilarimizga mana shu tarafi eng qiziqarli savollardan bittasi deb o'ylayman. Hamma kutyapti savol berishimni. Qanaqa xarajatlari bor? Oyga qancha yoki bo'lmasam yiliga yoki bo'lmasam o'qishni bitirguncha qancha rasxod qiladi akalarimiz? Endi xarajatga kelib taqilganda, Sankt-Peterburgni shahrini bir olib qaraganda eng kam kontrakt, ya'ni yillik shartnoma asosida o'qisalar 69 ming rubl bo'ladi. Yiliga 69 ming rubl to'lab bemalol o'qisa bo'ladilar. Davlat universitet institutlarida.
O'sha nimasi bor xarajat. Endi bu yerda xarajat qilinadi. Perevod diplom, perevod attestat yoki shunaqa narsalari bor. Endi albatta siz universitetda o'qisangiz ham registratsiya qilishingiz kerak. Shunaqa. O'sha registratsiya rasxodlari bor. Endi qarangda 150 ming, 120 ming patent qayda? 70 ming rubl studentskiy bilet bilan ham o'qib, ham ishlagan qayda? To'g'ri. Qarang, bizda hozir Rossiyadan umuman Rossiyada bilamiz oblastlar juda ham katta, hududi katta bo'lganidan ham har qanday oblastlardan kuzatish mumkin. Masalan, Rossiyada Piter yoki bo'lmasam Moskva, Yekaterinburg shunaqa yirik shaharlardan bizni kuzatib turgan obunachilarimiz bo'lishi mumkin. Yana shu qaysi shaharlarda o'qisa bo'ladi? Ularni ham bir savolga javob berib o'tsangiz. Barcha shaharlarda o'qisa bo'ladi. Rossiyaning barcha hududida, Rossiya Federatsiyasining barcha hududida, ya'ni Rossiyaning oliygohlari bor, ya'ni bilim yurtlari bor. Barcha hududda o'qisa bo'ladi. Endi bizning o'zimizda hozir Rossiya hududida 20 dan ortiq universitetlar bilan shartnomamiz bor. Bizning asosan katta shaharlarda Sankt-Peterburg, Moskva, Kazan, mana Omsk bor, shunga o'xshagan katta shaharlar bilan shartnomamiz bor. O'sha shaharda, o'sha oblastdagilar bemalol bizga murojaat qilsa, biz o'shalarga maslahat beramiz. Qanday qilib o'qish kerak, qanaqa hujjatlar kerak o'qishga kirish uchun. Bemalol murojaat qilishlari mumkin. Xo'p, Askar aka, katta rahmat sizga shunaqa savollarga javob berdingiz. Shunday vaqtimizni, shunaqa vaqtingizni ajratib, shunaqa biz bilan hozir savollarimizga javob beryapsiz. Do'stlar, mana ko'rdingizlar, agar sizlar ham shunaqa Rossiyada ham o'qib, ham ishlashga qiziqayotgan bo'lsangiz, ekranda bu akamizni WhatsApp nomerlarini qoldiraman. Bemalol murojaat qilib bog'lanishingiz mumkin akamiz bilan. Akamizni o'zi yoki bo'lmasa o'zini vaqti bo'lmasa ham o'zini ishchilari, ya'ni mutaxassislari sizlarni savollaringizga javob berib o'tib ketadi. Agarda qanaqadir men bermagan savollar sizda qolgan bo'lsa, mana shu videoni kommentariyasiga savollaringizni yozib qoldiring. Biz albatta jonli efir qilib inshaalloh yaqin kunlarda sizlarga mana shu savollaringizga javob beramiz. Bitta qo'shimcha qilsak, albatta Murod Qodirov yana bitta qo'shimcha qilib o'tishi joiz deb ko'rdim. Shu yerda albatta bizga o'sha nomerlarimizga murojaat qilganda bizga WhatsApp orqali chiqib WhatsAppda yozsangizlar, navbatingiz bilan javob beramiz. Bizlar ham to'g'ri tushunasizgan degan umiddaman. To'g'ri tushuninglar. Zvonka ko'p, juda ko'p odam murojaat qiladi. Shuning uchun navbatingiz bilan javob beriladi. To'liq savolni qaysi shahardasiz, qaysi fakultet, qanaqa universitet kerak yozib yoki голосовой, ya'ni ovozli xabar qoldirsangiz, albatta qisqa muddat ichida mutaxassislarimiz sizga javob beradi. Ya'ni qo'shimcha qilaman, o'sha WhatsAppda silkalar ko'rsatilgan, ya'ni Telegram kanalimizga kirsangiz, bepulcha videoroliklarimiz bor. Videoroliklarimizni ko'rib chiqib, yanada kengroq ma'lumot olishga imkoningiz bor sizlarning. Albatta kutib qolamiz. Savollaringizni, tushunmagan savollaringizni yoki WhatsApp orqali yoki kommentariylarda qoldirasizlar. Ko'rishguncha. Salomat bo'ling.